Men Nilufar Shodiyeva, ko'chmas mulk bozorida 15 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Realtorlik xizmati nima desangiz? Realtorlik xizmati ko'chmas mulk bozorida ko'chmas mulkini sotadigan sotuvchi va xarid qiluvchi o'rtasida kelishuv, bitim tuzilgandan keyin to notarial tasdiqlangancha bo'lgan jarayonni boshqaruvchi, himoyalovchi va yordam beruvchi mutaxassis shaxs hisoblanadi. Makler oluvchi va sotuvchi insonni uchrashtirib, ya'ni tanishtirib, ular ikkalasi o'rtasida kelishuv bo'lgandan keyin foiz xizmatini oladigan mutaxassis hisoblanadi. Realtor malaka sertifikatiga, biznes treninglarga qatnashgan, litsenziyaga ega bo'lgan mutaxassis hisoblangani uchun u nafaqat oluvchi bilan sotuvchini birlashtirib, uchrashtirib kelishtiradi. Hujjatni tekshiradi, bozorni analiz qiladi, oluvchi va sotuvchini ikkalasini ham huquqlarini birdek himoya qilib, shu jarayon tugagancha xizmat ko'rsatadigan shaxs mutaxassis. Agarda sizga Navoiy viloyatida, nafaqat Navoiy viloyati tumanlarda ham realtorlik xizmati sizga zarur bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling.